Karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar. Nortiyada meni yorim izlab kelar. Chortoq tumani 12-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkil etilgan jajji yulduzlar tanlovi bolalarning iste'dodi va ijodiy salohiyatini namoyon etgan mazmunli tadbirlardan biri bo'ldi. Tadbir davomida tarbiyachilar hamda tarbiyalanuvchilar tomonidan milliy liboslar ko'rgazmasi tashkil etilib, xalqimizning boy an'analari va qadriyatlari sahna orqali ifoda etildi. Tanlovda tashkilotning 5 nafar faol tarbiyalanuvchisi milliy kuy-qo'shiqlar va jozibador raqslar bilan ishtirok etib, yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Shuningdek, iqtidorli bolajonlar tomonidan turli sahna ko'rinishlari namoyish etilib, ularning erkin fikrlashi va san'atga bo'lgan qiziqishi yaqqol ko'zga tashlandi. Bundan ko'zlangan maqsad bolajonlarimizni har tomonlama yetuk, barkamol qilib tarbiyalash. Bunday tadbirlarni yanada ko'proq o'tkazishga harakat qilamiz. Maqsad bolajonlarni kelajakda yetuk va barkamol shaxs bo'lib shakllantirishga rivoj qo'shamiz. Jarayon davomida hakamlar hay'ati ishtirokchilarning mahorati va ijodiy yondashuvini baholab bordi. Shu bilan birga turli tanlov va musobaqalarda yuqori natijalarga erishgan tarbiyalanuvchilar ham alohida e'tirof etildi. Tadbir yakunida barcha qatnashchilar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bunday ma'naviy ma'rifiy tanlovlar yosh avlod qalbida san'atga mehr uyg'otish, iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash hamda milliy qadriyatlarga hurmat ruhini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.